Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Farg'onaning Neftchi jamoasi Superliga 29-turda Navoiyning Qizilqum jamoasini yirik 4-1 hisobida mag'lub etib, muddatdan avval mamlakat chempioni bo'ldi. Endi farg'onaliklar kelasi mavsumda O'zbekiston sharafini Elit Osiyo Chempionlar Ligasida himoya qiladi. O'zbekiston Kubogi finalida Buxoroni yenggan Paxtakor esa Osiyo Chempionlar Ligasi 2 turnirida mamlakatimiz nomidan ishtirok etadi. Eronning Traktor klubi bosh murabbiyi Dragan Skochich Nasafning Elit Osiyo Chempionlar Ligasidagi natijalar haqida gapirib o'tdi. Aytib o'tganimdek, ularning natijalari yaxshi bo'lmadi. Lekin biz natijaga qaramaymiz. Ularning o'yin uslubi biz uchun muhim. Nasaf al-vaqtdagi oddiy xatolar tufayli yutqazib qo'ydi. Biz bu o'yinda turli sharoitlarga moslashishimiz kerak. Bu jamoa uzoq masofaga uzatmalarga, qisqa paslarga, himoya orqasidagi bo'shliqdan foydalanishga va taktik xilma-xillikka tayanadi. Va biz ularga qarshi turishga tayyor bo'lishimiz kerak. Biz ularning yaxshi jamoa ekanligini bilamiz. Ularga shunchaki biroz omad yetishmayapti. Biz yaxshi jamoaga qarshi o'ynaymiz, lekin men uchrashuvdan oldin raqib va uning o'yinchilari haqida alohida gapirib o'tirmayman. Ularda ko'plab ajoyib va iste'dodli o'yinchilar bor. Lekin men tafsilotlarga to'xtalmayman. Fursatdan foydalanib do'stim va O'zbekiston terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Serchko Katanisga sog'lik tilayman, dedi 57 yoshli xorvatiyalik mutaxassis matbuot anjumanida. Eronning Traktor klubi sharafini himoya qilayotgan o'zbekistonlik yarim himoyachi Odil Hamrobekov Nasafga qarshi Elit Chempionlar Ligasi 5-tur o'yini oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Men futbolchilik faoliyatimni Nasafda boshlaganman va 9 yil oldin Traktorga qarshi o'ynaganman va hozir Traktor o'yinchisiman. Bugun Nasafga qarshi o'yindan oldin alohida tuyg'u bor. Lekin professional futbolchi sifatida mening e'tiborim bugungi o'yinga qaratilgan va biz yaxshi natijaga erishishga qat'iy qaror qilganmiz. Traktor o'tgan yili birinchi marta Eron chempioni bo'ldi va katta yutuqlarga erishdi. Biz bir oiladik birgamiz, jamoada yaxshi o'yinchilar bor va biz bugungi o'yinga tayyormiz, dedi Hamrobekov. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi 5-turi doirasidagi Nasaf Traktor uchrashuvi oldidan musobaqa rasmiylari hamda har ikki jamoa vakillari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilish davomida bugungi bellashuvga oid tashkiliy masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, uchrashuv uchun jamoalarning libos ranglari ham belgilab olindi. Nasaf an'anaviy qizil, mehmonlar Traktor esa sariq rangli sport formalarida maydonga tushadi. Eslatib o'tamiz, bugungi o'yin Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da start oladi. 5-dekabr kuni AQShning Washington shahrida Jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Unda terma jamoalar quyidagicha savatga bo'linadi. Birinchi savatchada AQSh, Meksika, Kanada, Ispaniya, Argentina, Fransiya, Angliya, Braziliya, Portugaliya, Niderlandiya, Belgiya, Germaniya jamoalari. Ikkinchi savatchada esa Xorvatiya, Marokash, Kolumbiya, Urugvay, Shveysariya, Yaponiya, Senegal, Eron, Janubiy Koreya, Avstriya, Ekvador, Avstraliya jamoalari. Uchinchi savatchada esa Norvegiya, Panama, Misr, Jazoir, Paragvay, Tunis, Shotlandiya, Kodivuar, Qatar, O'zbekiston, Saudiya Arabistoni, Janubiy Afrika jamoalari. To'rtinchi savatchada esa Iordaniya, Kabo-Verde, Gana, Yuraso, Gaiti, Yangi Zelandiya, qit'alararo play-offning ikkinchi g'olibi, UEFA Jahon chempionati saralashi play-offining 4-g'olibi jamoalari joy olgan. O'zbekiston terma jamoasi va Nasaf klubi hujumchisi Husayn Norchayev faoliyatini Qozog'istonning eng kuchli klublaridan birida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Qozog'iston Sportda Insider xabarlarga ixtisoslashgan Totalniy futbol kizi Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'iston Premyer Ligasi klublaridan biri O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Husayn Norchayevga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Hujumchi Urugvay bilan o'yinda golda ishtirok etdi. Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida Yassin Bunu qo'riqlagan Al-Ahli darvozasiga 2 gol urdi va O'zbekiston chempionatida eng zo'r to'purarlar qatorida bormoqda. 2002-yilda tug'ilgan hujumchi ajoyib holatda va yangi chaqiruvlarga tayyor.
Qozog'iston unga faoliyatini qayta tiklashda ideal maydon bo'lishi mumkin. Hozircha biz uni oladigan klub nomini oshkor qila olmaymiz. Lekin Norchayev bu jamoani haqiqatan ham kuchaytira oladi, deb yozdi Telegram kanali. Bu masalaga taniqli jurnalist Aleksandr Troyskiy oydinlik kiritdi. Bu mutaxassis Huseyn Norchayev Yevrokuboklarda ishtirok etish uchun Yelimay klubiga ko'chib o'tishi kutilayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston terma jamoasi va Nasaf forvardi Huseyn Norchayevga Qozog'iston klublaridan biri qiziqyapti. Hamkasblarim jamoa nomini keltirmayapti, lekin men bu klub Yelimay ekanini taxmin qilaman. Nega ekanini so'ramang. Bu shunchaki sezgiga tayanish xolos. Mazkur jamoa Yevrokuboklarda o'ynaydi va bu Huseynni jalb etishi mumkin. Bu o'yinchini pul masalasida ham xafa qilmaslik lozim. Nasafda uning maoshi juda yaxshi darajada va bundan kelib chiqib Qozog'istonliklar har oy uchun $20,000 dan kam bo'lmagan maosh ajratish kerak. O'yinchining darajasiga kelsak, u ancha baland. Norchayev O'zbek Superligasining eng zo'r to'puralaridan, dedi Aleksandr Troyskiy. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari muxlislik qilayotgan Istanbul Başakşehir jamoasi Turkiya Superligasining 13-tur uchrashuvini o'z maydonida Trabzonspor futbolchilariga qarshi o'tkazadi. Istanbul Başakşehir kuchli tarkib va mashhur bosh murabbiy borligiga qaramay, bu mavsumda muxlislar ishonchini to'liq oqlay olmayapti. Jamoa musobaqa jadvalida bor yo'g'i 13-o'rinda joylashgan. Bu galgi raqib Trabzonspor esa yuqori o'rinlarga da'vogar bo'lib, chempionatda 3-o'rinni egallab turibdi. Istanbul klubi uchun mavsum o'ta omadsiz o'tmoqda. Jamoa turnir jadvalining ikkinchi yarmiga o'rnashib qoldi. Bu esa klubning medallar uchun kurashishga bo'lgan intilishlariga mutlaqo mos kelmaydi. Omadsiz startdan so'ng jamoaga Nuri Shahin bosh murabbiy bo'ldi. Biroq Dortmundning Borussia afsonasi o'zining ilgarigi klubidagidan ko'ra yaxshiroq natija ko'rsata olmayapti. Dastlab uning boshqaruvida jamoa 5 o'yinlik g'alabasiz seriyani qayd etdi. Istanbulliklar Antalya Sporni 4-0 va Kocaeli Sporni 1-0 hisobida yengganida inqiroz tuygandek tuyulgan edi. Biroq oxirgi turda ular outsiderlardan biri bo'lgan Gençler Birligiga yutqazib qo'ydi. Yozda jamoaga kelgan o'zbekistonlik legionerlarning faoliyati turlicha kechmoqda. Eldor Shomurodov 12 ta uchrashuvda 8 ta gol urib, jamoani deyarli yakka o'z yelkasida ko'tarib kelmoqda. Istanbulliklarning muammolari ko'p jihatdan hujumkor futbolchilarning jarohatlari bilan bog'liq. Abbosbek Foyzullayev 1,5 oydan ortiq davolandi va noyabr oyidagi xalqaro tanaffusda jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston terma jamoasiga ham bora olmadi. Lekin shu vaqt ichida jarohatdan deyarli tiklanib bo'ldi. Istanbul klubining samaradorlik bilan bog'liq muammolari bor. Hech kim Shomurodovning to'p urarlik kayfiyatini qo'llab-quvvatlay olmayapti. Ammo ko'p vaziyatlarda bu gollar g'alabaga kamlik qilyapti. Başakşehir o'z uyidagi 5 ta uchrashuvdan faqat bittasida zafar quchgan. So'nggi paytlarda Trabzonliklar Istanbul klubiga qarshi muvaffaqiyatli o'ynamoqda. Trabzonspor oxirgi 4 ta o'yinni Istanbul Başakşehir ustidan hech qanday gol o'tkazmasdan qozonilgan g'alabalar bilan yakunlagan. O'zaro uchrashuvlarning butun tarixida ham Trabzonspor ustunlik qilmoqda. Turkiya Superligasining to'puralar poygasida raqiblar darvozasini 8 martadan ishg'ol qilgan Eldor Shomurodov va Pol Onuochi peshqadamlik qilmoqda. Endi har ikki to'purar o'zaro to'qnash keladi. Ikkisi ham o'z nomiga navbatdagi gollarni yozdirib qo'yishga harakat qiladi.